Agar quyosh tuyuqsiz yo'qolib ketsa, yer sharida qanday o'zgarish yuz berdi? Yo'qolgan shu vaqtda yer sharida ilgariga selishtirganda hech qanday farq bo'lmaydi. 8 minut 20 sekunddan keyin eng oxir quyosh nuri yer shariga yetib keladi. Osmon tuyuqsizlab qorong'ulashadi. Mangulik qorong'ulik shomab butun yer sharini qoplaydi. Quyosh yo'qolib 10 minutdan keyin oy shari bizning ko'rish doiramizdan mangu yo'qaydi. Quyosh yo'qolib yarim soatdan keyin yer sharining magnit maydonida ko'rinarli o'zgarish yuz berdi. Agar sizning ta'limingiz bo'lsa, kecha osmon bo'shlig'ida yorug' qutb nurini ko'ra olasiz. Quyosh yo'qolib 1 soatdan keyin yer yuzi temperaturasi tuyuqsiz tuvanlaydi. Lekin yer sharining ichki yadrosi yana kuchli energiya tarqatadi. Tor signali bara-bara uzilishga boshlaydi. Quyosh yo'qolib 1 kundan keyin kishilar orzu qilgan subhi yetib kelmaydi, ham mangu yetib kelmaydi. Butun yer sharida jiddiy yig'inlar ichilib, olimlar birlikda keyingi qadamdagi taqobil turish tadbirlarini muzokara qilishga boshlaydi. Atoqli mutaxassislar ilmiy tadqiqotlarni qanot yaydirib, quyosh yo'qolishining haqiqiy sababini aniqlashga urindi. Quyosh yo'qolib bir haftadan keyin o'simliklarning fotosintez roli butunlay to'xtaydi. Yana davomli oksigen ishlab chiqarilmaydi. Yer sharidagi 90% o'simlik sovuq va yo'rtish yetarli bo'lmasligi sababidan orqa-orqadan yo'qolib ketadi. Elektr stansiyalarimi eng oxirgi yiqilg'ini ishlatib bo'lgandan keyin ko'p miqdordagi elektr va par bilan ta'minlash asoslari to'xtab qoladi. Yer yuzi temperaturasi bara-bara 0 dan tuban 10 selsiy gradusga tushib qoladi. Insonlar oxiri ishning ig'ir ekanligini his qilib yetadi va sovuqdan mudofaalash kiyimlarini kiyishga boshlab yangi makon izlaydi. Bir qism kishilar suvosti kemasiga o'ltirib cho'nqur dengiz ostiga sho'ng'iydi. Bir qism odamlar Yanardog' atrofidagi orshamlarda sindi. Quyosh yo'qolib bir oydan keyin mo'jiza yuz bermaydi. Bu vaqtda yer yuzi temperaturasi allaqachon 0 dan tuban 20 selsiy gradusga tushib qoladi. O'simliklarning yo'qolishi sababli o'txo'r hayvonlarmi bara-bara yo'qolishga boshlaydi. Lekin go'shtxo'r hayvonlar yana bir mezgil bardoshlik bera olishi mumkin. Dengiz yuzi qalin muz qatlami bilan qoplandi. Bir qism dengiz jonliqlarimi yo'qolishga boshlaydi. Quyosh yo'qolib yarim yildan keyin uzun mezgil quyosh nurining yo'ritishi kamchil bo'lganlikdan yer yuzi temperaturasi yana 0 dan tuban 50 selsiy gradusga tushadi. Butun planetning asosan hamma yeri muz bilan qoplandi. Bir qism sovuqqa bardoshlik bera oladigan o'simliklar yana qaysar holda mavjud bo'lib turdi. Lekin 99% o'simliklar va hayvonlar allaqachon yo'qolib bo'ladi. Quyosh yo'qolib 1 yildan keyin yer yuzi temperaturasi 0 dan tuban 100 selsiy gradusga tushadi. Lekin dengiz ostidagi yanardog' portlashining ta'sirida dengiz yuzining butunlay muz tushishidan boshqa dengiz osti yana iliq suyuqlik holatida turdi. Yer sharidagi barliq hayot qolgan jonliqlar mushu damda qop-qorong'u dengizning cho'nqur qitida yashaydi. Bu yana bakteriya va bir qism biz ismini bilmaydigan jonliqlarni o'z ichiga oladi. Quyosh yo'qolib 10 yildan keyin yer yuzi temperaturasi 0 dan tuban 200 selsiy gradusga tushadi. Bu vaqtda intayin tuvan temperaturaga bardoshlik bera oladigan bakteriyalardan boshqa yer sharidagi barliq hayotlik balkim qayta mavjud bo'lmasligi mumkin. Quyosh yo'qolib 100 yildan keyin yer yuzi temperaturasi muqimmaldan 0 dan tuban 200 selsiy graduslik holatni saqlaydi. Atmosfera qatlami shiddatli tariydi, uzun qavda yo'qoladi. Olamdagi yuqori o'rinliq radiatsiya yer yuziga bevosita yetib keladi. Insoniyat madaniyatining barliq iznalari hammasi ko'z yetkizish muzliqlarning ostiga g'arq bo'ladi. Shuning bilan hech qanday bir sabab yer sharida yana hayotlik mavjud ekanligini isbotlay olmaydi. Mana, quyosh orbitasining asoratidan qutulg'achqa yer shari allaqachon qop-qorong'u olamda 100 yil sargardon bo'ldi. Biz yer sharini talaylik deb faraz qilsak, bu sargardonlik musofasida hech qanday bir kichik sayyora yoki meteoroidlarga so'qilmasa, undaqda u hozir allaqachon yulduzlararo bo'shliq toifasiga kirib bo'ldi. Biz yer sharining oxirgi taqdirining nima bo'lganligini bilmaymiz. Faqat insonlarga tava Eronning butunlay oxirlashganligini bilamiz. Men sayohatchi nomerning kapitani.